Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Do'konimizga Toreximiz keldi. Xudo xolasa Toreximizni Dubay varianti yetib keldi. Dubay. Xudo xolasa sifatlari juda zo'r, original. Xo'p, bunda mayda piyola, ya'ni aroq piyolamiz yo'q. Bu Dubay variantimizda. Qarang, 12 ta piyola, yana 12 ta piyola, ya'ni katta piyolaning o'zi 24 ta, salatnisi 5 ta, salatnisi 5 ta, jami, ya'ni 10 ta. 12 ta kosa, 12 ta kosa, 12 ta 6lik, 12 ta 7lik, lotka 4 ta, 4-5 yetarlikka 4 ta, oshlari 6 ta. Jamini borimiz hisoblab chiqsalaringiz 84 talik variant bo'ladi. Dubay, ko'pchilik bilsa kerak, Dubay varianti, original variant bo'lgani uchun sifatlari juda zo'r. Puli ham unga qaraganda Finizda boshqa brendlarga qaraganda qimmatroq chiqadi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Sifatlariga 100% javob.